Bir ikkita savolimiz bor. Mayli, yo'q qarang. Bugun qaysi davlatdan uchib keldingiz? Malayziya. Malayziyadan. Nechta davlatda bo'lgansiz o'zi? Bilmadim, sanmayman. Qarang, bitta savolimiz bor-da. Ko'p obunachilar stewardessani videosidan keyin so'rashyapti. Qanaqa qilib shu sohaga kirsa bo'ladi? Qanaqa talablari bor degan. Saytga kirib, vakansiya shu talablari bilan qiziqsa bo'ladi. 18 yoshdan 25 yoshgacha qabul qilinadi. Tillarni bilish kerak. Vazni bilan yoshi bir-biriga to'g'ri kelishi kerak. Shu. Karyerangiz davomida qanaqa qiyinchilik uchragansiz? Esda qoladigan voqeani aytib bera olasizmi? Masalan, osmonda bo'lgan qanaqadir. Endi har xil, har bitta reys o'ziga xos o'tadi. O'zini balandpast joylari bor, qiyinchilik nimalari. Eng yoqtirgan shahringiz qaysi bo'lgan borganingizda? Malayziya ham yaxshi ekan, menga yoqdi. Birinchi marotaba bo'ldim. Zo'r. Hammaga tavsiya qilaman. Rahmat, sog' bo'ling. Salomat bo'ling.